Oyi, odamlarga pul nima uchun kerak? Pul yaxshi yashash uchun kerak bolam. Xayr, oyi, men maktabga ketdim. Oyi, men maktabga ketaman. Pul berasizmi? Oyi, 5000 pul nima bo'ladi? Stolovida bitta bulchkani o'zi 5000. Men qornim och qolishini xohlaysizmi? Borni beraman-da bolam. Nimaga kostumingni kiymading? Sizning nima ishingiz bor? Yosh bola emasman, ona. Maktabingiz nima kerak menga? Agar maktab sizga shunchalik kerak bo'lsa, o'zi borib o'qing o'rnimga. Bolam, u topgan qizing bo'lmaydi. Oyi, sizga nima farqi bor? U qiz menga yoqadi. Sizga yoqadimi, yoqmaydi, menga farqi yo'q. Muncha chiz qora sizni. Qarovchi ona, keliningiz har kuni aytadi, "Oyingiz meni qiynayotgan" deydi. O'zi to'g'risi shunaqa ego bo'lib qolibsiz-da. Shu uchun qarang, siz mana shu yerda mazza qilib yashayvering. Biz o'zimiz boshqa ko'chib ketamiz. Ora-orada sizni ko'rishga ham kelib turamiz. Xotiromga ovqatlaringiz yoki pul-muldan kamchilik bo'lsa, siz soqqasini berib joyida hal qilaraman. Bolam, bu dunyo qaytar dunyo. Bolam, meni qayoqqa olib kelding? Qariyalar uyiga-de. Boshqa qayoqqa boraman sizni?